Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 2 aprel 2026 yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 52 so'm 11 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12142 so'm 10 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,214,210 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,6% ga tushdi. Yevro 95 so'm 66 tiyinga oshdi. 1 yevro 14,079 so'm 98 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,407,998 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0,6% ga tushdi. Rossiya rubli 56 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 150 so'm 53 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 150,560 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4,4% ga tushdi. Xitoy yuani 87 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1766 so'm 20 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,766,200 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0,2% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 65 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 80 Rossiya rubli 66 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8066 Rossiya rubli 23 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 4,1% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.